bitta gapiringizlar. Hey, mana bolam bog'chaga olib boryapman. Joy yo'q deyapti. Xalqqa beringlar shuni. Go'sht muammo bo'lyapti. Narx ko'tarilib ketgan. Chetdan bemazza go'sht olib kiryapsizlar. Bo'ldi. Men hokimning yordamchisi bo'laman. Bu yordamchim hozir hamma kamchiliklarni bloknotiga yozyapti. Buni yuqoriga shunday topshiramiz, hamma muammolar hal bo'ladi. Menga qarang, men diplomim bor, hunarim bor. Bo'ldi, sizga ish kerakmi? Yo'q, menga kerak. Srochni iloji bormi? Bitta bo'lsin, zo'rdan bo'lsin, onasini imsin yozing. Yaz. Mayvan, hokimning yordamchisi bu mahallaning kamchiliklari qachon hal bo'ladi endi? Rais bu xalqning dardini bloknotga yozib qo'ydik. Endi shunday yuqoriga topshiramiz, bir pasda hal bo'ladi. Qamariddin aka, bloknot yo'q-ku. Qanday yo'q bo'ladi? Shu mahallada qoldi, uni aytaymi, magur. Sen jinnimisan? Qanday xalqning dardini ko'chada qoldirasan? Top bloknotni qayerda ham qo'chirding? So'rtamat. Tug'ilganingda miyangni o'zing qilganmidi? Voy yordamchisi. Bizning masala nima bo'ldi? Nima edi sizning masala? Go'sht. Ha, o'sha kun sizning masalangizni bloknotga yozgandik-ku. Bloknot uchun tegishli tashkilotlar kiryapti. Ha, kirganda ham yomon kiryapti. Qog'oz ber, qog'oz. Ber qog'oz yo'q ekan. Bolaligingda kindigingni to'g'ri kesganmisan, he? Ha, hokim yordamchisi. Bizning bog'cha masala nima bo'ldi? Bloknotga yozgandingiz. Sizning masalangiz hozir yuqorida shunaqangi yonyapti. Yonganda ham yomon yonyapti. Yomon yonyapti lekin.